yorilgan vaqti ayni atirgul shaklida. Allohning endi so'zini qarang ma'nosini. Fa idan shaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Qachonki osmon yorilib, rang-barang bo'yalgan atirguldek bo'lib qolsa. Bundan ochiq ta'bir bo'ladimi ayting? Nima uchun atirgulga o'xshaganligini, o'xshatilinganligini, osmonni yorilishligini. Ya'ni yulduz yorilishi, osmon yorilishi degani. Fa idan shaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Qachonki samo yorilsa-da, ya'ni qiyomat boshlanib, osmonlar yorilib, atirguldek bo'lib, xuddiki rangga bo'yalgan, dihon degani, ya'ni rangga bo'yalgan atirguldek bo'lib qolsa, osmon yorilib. Ya'ni o'sha kunda keyin qayerga qochasizlar degani bu. Hozir qocholmayapsizlar, mana qara. Qo'lingda shuncha texnologiya bor, ilmi fan bor, qocholmayapsan. Endi osmonlar yorilib, atirguldek bo'lib, rangi bo'yalgan qip-qizil atirguldek bo'lib qolgan vaqtida keyin qayerga qochasan ayt. Inson. Yolg'onmi bu gap? Fabi ayyi ala'i robbikuma tukazziban. Robbilaringning qaysi ne'matini yolg'on deyolasizlar? Ey inson bilan jin. Fayawma idil la yusalu an dambihi insun wala jan. Ana shu kunda keyin insonni ham jinni ham qilgan gunohi so'rab o'tirilmaydi, to'g'ri jahannamga tiqilinadi. Mana bu oyatlar yana bitta ilmiy bir oyatlar. Ilmiy bir mo'jizaviy oyatlar. Oyatga e'tibor bering. Osmon yorilganda degan gap kelyapti. Bu ko'p keldi. O'tdik buni qancha suralar tafsirida, yana o'tamiz ham. Osmon yorilish haqida Qur'onda balki bitta sura bor, Inshiqoq surasi, Izas sama'un shaqqat degan. Infitor surasi bor, Izas sama'un fatarat degan. Osmon yorilishi haqida. Lekin mana bu oyatda boshqacha bir narsa keldi. Osmon yorilishligini Alloh vardaga o'xshatyapti. Varda atirgul degani. Kaddihan degani bo'yalgan. Rang-barang ranglarga bo'yalgan atirguldek osmon yorilsa deyapti. Nimaga osmon yorilishini Alloh atirgulga o'xshatyapti? Qadim ulamolar buni soddagina qilib tafsir qilib o'tib ketishgan, ya'ni atirgul rangiga o'xshab osmon qizarib ketsa kerak deb o'tib ketishgan. Bu rost, buni biz inkor qilmaymiz. Lekin 18-asrga kelib bu oyatning ma'nosi fosh bo'la boshladi. 18-asrda Olmon olimlari Ajdar yulduzi turkum, Ajdar yulduz turkumining yonida bir yulduzni kuzatishdi. Bu yulduzga mushuk ko'zi, yulduz turkumi deb nom berildi. Chunki uzoqdan qaraganda yulduz o'zining atrofidagi changlari bilan xuddiki mushukning ko'ziga o'xshaydi. Mushuk ko'zi yulduz turkumi deb nom berildi unga. Mushuk ko'zi. Hamma tilda shunaqa, ingliz tilida ham shunaqa, mana izlang. Boshqa tilda, o'zimizning o'zbek tilida ham shunaqa nomlanadi. Rus tilida ham shunday, arab tilida ham shunday. Mushuk ko'zi tumanligi. Mana shu tumanlik 18-asrga kelib kashf qilindi. Uni kuzatishda teleskoplar, oddiy qo'lbola teleskoplar bilan kuzatishdi, lekin bu baribir hozir biz istagan darajada fosh bo'lmadi uni. Oyatga tegishlilik ma'nosi. Oxiri mana Hubble teleskopi kosmosga chiqarilgandan keyin NASA tashkiloti o'sha Hubble teleskopi orqali va boshqa yerdan kuzatiladigan teleskoplar majmuasi orqali, hammasi orqali mana shu mushuk ko'zi yulduz tumanligini kuzatib, uni suratini olishdi. 1994-yilda buni suratini chop qilishdi. Mushuk ko'zi yulduz tumanligini. Bu yulduz o'layotgan yulduz. Uni bizdan masofasi 3300 yil yorug'lik yilida, uzoqligi. Uni yulduzda o'layotgan chog'ini suratga olishdi. Haligacha bu suratga davom etyapti. Ya'ni yulduz bir kunda o'lmaydi, minglab yilda o'ladi yulduz. Gohida million yil davom etadi yulduzning o'lish jarayoni, jon berish jarayoni. Yulduz o'lar jarayonida jon berishida o'zini ustidagi sirtini atrofga sochadi, gaz holatida. Rang-barang xil ranglar bilan sochadi atrofga. Qizil rang, sariq rang, oq rang, har xil ranglarda o'zini sirtki qatlamini yulduz atrofiga sochadi. Mana shu mushuk ko'zi yulduz tumanligi ham mana shundan sodir bo'lgan. O'layotgan yulduz, hajmi quyoshdek keladigan yulduz, o'layotib atrofga o'zini sirtini sochgan. Endi subhanalloh deysiz, mana suratlarini ham tashladik, ko'ringlar. Haligina yulduzni yorilgan vaqtini qarang. Yulduz yorilgan vaqti ayni atirgul shaklida. Allohning endi so'zini qarang ma'nosini. Fa idan shaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan.
qachonki osmon yorilib, rang-barang bo'yalgan atirguldek bo'lib qolsa. Bundan ochiq ta'bir bo'ladimi ayting? Nima uchun atirgulga o'xshaganligini, o'xshatilinganligini, osmonni yorilishligini. Ya'ni yulduz yorilishi osmon yorilishi degani. Chunki yulduz yorilgan o'rinda osmon yoriladi. Biz bir narsaga tanbeh beraylik. Bu bilan hozir qiyomat haqida kelgan oyatni hozir kashf qilingan mushuk ko'zi yulduz turkumiga biz tushirayotganimiz yo'q. Shunaqa narsalarni gapirar ekanmiz. Bu qiyomatdagi holatlardan namuna tarzda insoniyatga ko'rsatilgan misoli demoqchimiz. Xuddiki qiyomatda qayta tirilishni misolini Alloh dunyoda ko'rsatdimi? Mana o'simliklarda ko'rsatdi. Shundoq o'ladi, qayta tiriladi o'simliklar. Yoki Iso alayhisalomda Alloh ko'rsatdi, o'lib qayta tiriltirishlikni. Yoki Ibrohim alayhisalomga Alloh qushlarni o'ldirib qayta tirilishlikni qandaligini ko'rsatdi. Bu qiyomat bo'lib ketdi bu degani emas. Qiyomatga ishonchimiz komil bo'lishi uchun, uni ajib sanamasligimiz uchun qiyomatdagi hodisalarda hayotimizdan Alloh uni misollarini bizga ko'rsatib beradi. Xuddi shunga o'xshash deyapman. Qiyomatda osmon qanaqa yorilishini, qanaqa qilib atirgul holatiga kelib qolishligini, yerda turib biz u narsani kuzatishligimizni qiyomatda Alloh bugun bizga ko'rsatib qo'ydi. Mana shu teleskoplar orqali bizdan 3300 yil yorug'lik yilida uzoqlikda joylashgan mushuk ko'zi yulduz turkumini o'lish jarayoni orqali. O'lish jarayonida atrofga sochgan rang-barang gazlari addihan deyiladi ana shu rang-barang narsalar. Xuddiki bo'yalgandek mana. Koinot xuddiki ranglar bilan bo'yab qo'yilgandek. Va uni shakliga qarasangiz, varda, atirgul shaklini ayni o'zi. Mushuk ko'zi yulduz tumanligini qarasangiz. Atirgul shaklini ayni o'zi, qip-qizil atirgul shaklini o'zi. Endi qiziq joyi Qur'onni qo'ying, Qur'ondan ya'ni olibgina emas. Kofir astronomlar bugungi kunda aytishyaptiki, Quyosh sistemasida ham Quyosh so'nganda ayni ana shu shakl kuzatiladi osmon. Quyosh chunki hozir mana shu mushuk ko'zi yulduzini ayni hajmida, o'shani miqdorida Quyosh o'lganda ham o'zini atrofiga gazlarini sochganda xuddiki mana shu shakl bizga yer yuzidan ko'rinadi. Ko'ryapsizmi? Qiyomat hodisasini ilmi fan bilan insoniyat bugun tan olyapti. Yer yuzida qiyomat bo'layotganda agar insoniyat tirik tursa, xuddi mana shu jarayonni ko'radi, lekin unda insoniyat o'lgan bo'ladi, surgadan o'lgan. Insoniyat o'lgan bo'ladi. Ammo yerdan turib koinotga qarasangiz, xuddiki koinot yorilib, atirgul shakliga kirayotganga o'xshaydi. Quyosh yorilib, atirgul shakliga kirishligi. Buni bir misolini deyapmiz. Qiyomat bo'lishdan avval Alloh bizni peshonamizda mushuk ko'zi yulduz turkumida ko'rsatib qo'ydi. Shundoq yulduz o'lgan, yorilib atrofida gazlarini sochyapti, ayni atirgul shaklida. Quyoshni ham xuddi shu taqdir kutyapti. Buni insoniyat bir kun kelib ko'ra olishligi, isbotlashligi mumkin ekanda mana. Shuning uchun ham keyingi oyatda Alloh taolo aytadiki, "Fa bi ayyi ala'i robbikum tukazziban." Qaysi yolg'on ekan endi? Ey insonlar aytinglarchi? Qaysini yolg'on deya olasizlar bu gapni? Mana bugun o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rdinglar shu narsani. Yolg'on emas ekan. Xuddi shunday sizlarning sayyoralaringda ham, quyoshlaringda ham ana shunaqa qiyomat taqdiri kutilinyapti. Yolg'on emas ekanmi? Demak, qiyomat rost mana. Qur'ondan avval, ya'ni Qur'ondan keyin ilmi fan bilan ham hattoki bu narsani mana qiyomatning hodisalarini isbotlasa bo'lar ekan. Qur'on bizga shu narsani avvaldan faqat tanbeh berib qo'ygan xolos.